Hozir farzand qo'shish o'ynasidasiz. Birinchi, farzandingiz o'zining Android qurilmasida Play Market orqali tikoncha ilovasini o'rnatib olishi kerak. Unga havolani ushbu tugma orqali farzand bilan ulashsangiz bo'ladi. Farzand ro'yxatdan o'tish jarayonida ishlatgan telefon raqamini ushbu maydonga kiritasiz. Pastdagi qo'shish tugmasini bosganingizdan so'ng 6 xonali kod chiqadi. Uni farzandingizning tikoncha ilovasini ochib, pastdagi boshqa oynasida ota-onangizni qo'shing tugmasini bosasiz. Ochilgan oynada ota-ona ilovangizda berilgan kodni kiritasiz va tasdiqlaysiz. Bir necha soniyada ota-ona ilovasida farzand bilan ulanganingiz tasdiqlanadi. Shoshilmang. Biz sizga Telegram botga qo'shilib olishni tavsiya qilamiz. Telegram ilovasida tepadagi qidiruv maydoniga tikoncha xabarlar deb yozsangiz chiqib keladi. Kirib startni bosing. Qolganini botdagi qo'llanma tushuntirib beradi. U yerda siz ertalab kunlik ekran vaqti tahlillarini ko'rasiz va farzandingiz ko'p chalg'iganida avtomatik ogohlantirishlar olib turasiz.